Hürmetli televizor kögüçüler, naq maydandaki tomoshabinlar. Növbətdə sizlərinin görüb atqanыңlar Şinjan televiziya stansiyası Xuyu Mədəniyyət Taqis Çəklik şirkəti bilən Elbidar Mədəniyyət Media Çəklik şirkəti birləşib yolu qoyğan nutq so'zlash xarakterdagi programma ular shundaq deydi. Biz bu programmamizda har soha, har kasbda o'z hayotida, o'z kasbida muvaffaqiyat qozongan shaxslarni taklif qilib, ularningki hayot tajribalari va shundaqla qimmat qarashlarini taqdish orqali butkul jamiyatga ilhom va madad bag'ishlamoqchi. Meningcha bizniki bosh mehmonimizniki butkul hayoti ana shundaq plan va bag'ishlash ichida o'tgan. Shunga biz bugun bu temada ma'lum mulohazani qilamiz. Aldı bilen meniki meşede o'tag'an saboqdoshlardan mushu haqda o'ziniki ba'zi fikrlarini anglab boqim keldi. Sizlarda plan bo'lib baqqanmi? Hozir plan bormi? Qaysinglar javob bersizlar? Adamlar nurg'ulgan planlar oldichu. Lekin mening muqim aniq bir planim hozir o'qiyotman chunki maktabda. Shu o'qishimni muvaffaqiyatli tamomlab, ondan shu o'qishim orqali natija olib chiqish. Plan bilan yashash bugungi jamiyatniki muqarrar natijasi. Plansizlik bizningki nurg'ulgan ishlarimizniki oqibatining yaxshi bo'lmasligining asosi bo'lishi mumkin. Yana bir narsa beg'ishlash. Meningcha bizning bu dunyoga kelganligimizning o'zi bizning beg'ishlash yo'lini tanlaganmiz. Meningcha hammalarning hayotida o'zimizning erishkindan ortiq beg'ishlangan jarayonimiz bo'lgan. Agar biz mushu xil jarayonni texmi kengaytsak, texmi kuchaysak, balkim bizning hayotimiz texmi parlaq bo'lishi mumkin. Xo'sh, biz oldi bilan bir VCR ko'raylik. Bu VCR'da bir o'zini beg'ishlagan shaxsniki obrazini ko'ramiz. Hadiya Hoshim kandidat mudir vrach. Ürümçi Hadiya ko'z kasalliklar doktorxonasining dediri. Bu ilgir kiyim bo'lib, mamlakat bo'yicha xalq rozi bo'lgan 100 ulgulik doktorxonaning munavvar boshqaruvchisi. Abdunum rayon bo'yicha munavvar ixtisosli xodim, 10 ko'zga ko'ringan ayol, munavvar kasb almashgan harbiy, millatlar ittifoqligidagi ilg'or shaxs, munavvar asos qatlam ko'z kasalliklari doktori, meyitlar salomatligini asliga keltirish xizmatidagi ilg'or shaxs. Abdunum rayon bo'yicha egilik tikligan ayol korxonachilar ulgusi, Ürüm shahri bo'yicha munavvar emgak namunasi qatorliq shon sharaflarga erishgan. Qizg'in javoblarimiz bilan Hadiya xonimni taklif qilaylik. Qani marhamat. Hadiya apay, ben siz bilan paranlaşqılı nayt uzun yıllar oldu ya. Neçə yıllarını aldı ben siz bilan fikirleşken. Şu çağdan belki bir gapni degen bo'lishim mümkün. O bo'lsa sizning isminiz, yani Hadiya degan bu isim, sizning qilgan ishingizga bek mos kelganka degan. To'g'ri. Sizda shunday bir ta'sirot yoki kashmish bo'lishi mumkin. O bo'lsa sizga o'sha Hadiya degan ismni qo'ygan chaqda va siz bu ismning ma'nosini uqqan chaqda, aslida o'sha ismda shunday bir xil maqsad ve arzu bağı değil mi? Şunda. Dadınız neyim için şunda koygalığın diyeceğim mi sizge? Bunu buam koyup dike. Buğunuz? Neymi sebepten koyup dike? Onu ben yaxşı okumaydı ikenme. Ama kim şu doktorxanını kurup, özem bir köz doktor bolğan inken, anki mumuşniki özem bir köz doktor boluşqa, özem şu vaqtda özemniki bir arzuyum şu, köz doktor bolsam dep. Şu vaqtda da his qilgan. Bu ismi meniki, o'zimniki xalqqa ko'zning nurini, ko'rish quvvatini ko'taradiganga, yo'ruq dunyoga kirishga asqatadigan bir. Demak, haqqim shu yo'ruqlikni sundigan, yo'ruqlikni akib berilganga shuna loyiqga. Hadiya apayni men 15 yilning oldida ko'rgan chaqda chechi bundaq oq emasdi. Hazır Hadiya apayning chochlari butunlay oqirib ketibdi. Lekin har bir oqargan chochning badliga sonsizlagan kishilarningki ko'zi yo'rug'liqqa erishdi. Shunga Hadiya apayningki boy o'zi aytgan, aslab turadigan jafolari va bugungi natijasi uchun bir chavoq chasoq bo'lamdi. Rahmat. Xo'sh, endi bugungi bizniki programmamizniki xarakteri, ya'ni bizniki o'z
kasbida, o'z hayotida muvaffaqiyat qozongan shaxslarninki o'z hayotidan xulos xarakterlik notiqi. Ularniki bu notiqlarniki bizning jamiyatga aktiv energiya taqtib, yoshlarımızga ilham berishini umid qilamiz. Bu gapni boshlasak, mening yosh vaqtimdan boshlasak bo'ldi ekan. Men ko'z doktori bo'lgandan keyin men o'zimga jiq planlarni qurgan shu vaqtlarda. Yosh bo'lgandan keyin uni qilmish ko'z doktori o'zidan jiq ishlar bor. Bizning kasb ko'z bo'limniki kasblari yomon jiq. Men shu vaqtda bir ko'zning tegini davolaydigan ko'zniki ish doktori bo'lishga o'zim shuning bekitgan. Ammo keyin bu jamiyatda ko'zga oq tushgan kasallar yomon jiq. Ammo Xinjiangda mush ko'zdagi oqni davolashga bek ojiz kelib qolganligini ko'rib, nurg'un kasallar ko'zni mushu ko'ramaydigan, operatsiyaning unumi yaxshi bo'lmay, qilgan keyin texim ko'zi ko'mas, mushna bo'lib qolgan ishlar bek jiq bo'lgan uchun to'xtabdi. Men mushning o'zimniki o'zimning mubiyosini mushningga to'g'rilay deb, anki mushni o'rganay deb Guangzhou Zhongshan darshaga berib, Yanke Zhongshinda mush ko'zga oqni operatsiya qilib davolaydiganga shuningga praktikaga ashaga bordim. O'qishga bordim. Bilim oshirish. Shu yerda mening ma'lumim shunday yaxshi chiqdi. Ben şu bağanla yubuğu berip aşını degendim. Şinjan'da köz kisel yaman çık. Köz doktoru yaman az. Şu aşkı ben şu közge ahne davalaydıgan bölümge asasen kılıp geldim. Şunun İslam'ın yardım kısanlar dep ben şu talabını koygan iken ulamı şuna yaxşı. O vaxtıda ben mi çocuğu işim boğan iken ma o texnikada mı yana asasen meniki xili kuchlik, meniki asasen nimam xili to'liqdi. Shu anki menga bu sharoitni qurib berdi. Ammo uning u bo'limda shu 3 oyli turadigan gap. 4 bo'limga boradigan gap ichida hamda shu bir bo'lim bor. Shu yerdan anki menma buni o'rganish uchun cho'qim o'z tirishimsi bo'lmaydi deb, men o'zimning ma'lumidan 1 soat boldir kelib bo'limga hamma qilgan ishlarni chesti qiyitib, anki bugun operatsiya qilgan bemorlarni yetlab operatsiya bo'limining oldida tayyor bo'lib, ichi kirib hammasini chesti qilib turgan ekan, doktor kelib qo'lni yuviblar, operatsiya tushatdi. Kashdan keyin men butunlay bir kun qilgan ishni men bir kun hargiz aytsi qo'ymadim. Vaqtida o'zimni yosh, ma o'qiydigan, bilim oshirdiganga o'zimning orzusi bek kuchli bo'lgan ekan. Özümün planlarını şuna yaxşı planlap, künde qılğan işimni şuna yaxşı dastlabda 1 soat nem qilmay, keyin nem qilmay, tushda nem qilmay, tushdan keyin nem qilmay. Mushlarni planlab turib, 1 oyning ichida mening ma'lumim Guangzhou Zhongshan yedim hozirgacha praktik qildigan shu o'qishga borgan doktorlarning u mendak unda jiq operatsiyani qo'yayotgani yo'q hozirma. Shu meningda bir bo'lib tikan to'q. Bu şu doktorxonadami men ketgan ekan bir bo'lib tika, bu 1-2 oy bo'lib qolibdi. 1 oydan keyin meni operatsiyaga qo'ydi. Men 1 oyning ichida shu operatsiyani shunday chiroyli qilib 3-oyda ko'zning ichiga sun'iy kirsan soldigan bo'lib, 3 oyning ichida bir texnik sun'iy yuqori bir doktor bo'lib qaytib keldim Xinjiangga. Demak, mening o'zimniki mush tarafdan o'zimga qo'ygan planni shuni amalga oshirish uchun siz çoxum aşını toğırlaysız, özünüzün her qanday qilgan ishlaringizni shuni plan bo'yicha qilsiz, ankin jafodan qo'rqish bo'lmaydi. Ashadiki shuna sharoitda shuna yaxshi bolalar, yangi o'shanlar, bo'shlar jiq uyada. Jiq odam ham shu fursatlarni yaxshi o'zining shunday esil ma'lumlar turibma, shu fursatni ching tutamaydiganlar jiq. O'yin tomosha jiqroq. Hamda bizmi u yerda manchilik o'rganamay ketganlar, hatto ba'zilar operatsiya bo'limi kiramay ketganlar bor. Shuning men birinchi o'zimning planni tuzab, amalga oshirib Xinjiang qaytib keldim. Undan keyin Xinjiangda birinchi bo'lib mush ko'zdagi oqni hamda kasbda Hansuchi hamda Xiandai Banijang Nangwai Zai Chu 技术带的
Onu birinci ben şu Şinjan'da başlagan. İkincisi ankin Çavşın Ruhua Jişunu şu Şinjan'da 94 yılı birinci ben Şinjan'da şunu başlagan. Közünün aynaktansını kesilgan operas, közünün içini nur bilen davalaydigan, közünün içine may siliş. Muşu texniklerin hemsini ben 97 yılı birinci muş Şinjan'da amelge muş texnikini başlap kelgen. Endi yaş vaqtim muşu işler bilen boptu. Özemge bir işençi bada. Özemniki texnik taraftan özemge bir işençi çoğun buldu. Anki bimarlarniki munda oylap baksam ben doktor bulup birinci yılla bimarlar menin aqamdan kelip meni izlep keletdi. Demek aş izlep kelgen özü bana bek çoğun bir bisim. Demek ben ikinci qitim kelgen ben çoğum aşının doğru davalaş, doğru fikrini beriş gerek. Onda boğan ki ben çoğum kitapını varaqlap kördiğen gep. O axladı bizninki köz doktor boluş bizning nime şaraitimizin bek nachar. O vaqtda bir lişidin közünün tigini tekşiraydigan hech qanday saymanlarmi yo'qdi. O'zingizniki mushu nemis texnikasiga bog'lab shu kitobnikini amaliy nemisiga moslashtirib mushunday doktor bo'ladi o vaqtida. Keyin anki ma texnikalar birdan oqidan kelgandan keyin manga bir nem bo'ldi. Yana birsi biz janubga borganda Janub tarafga berib bir haqsiz davolashga bordik. Nemishga deganda men Nipit doktorxonada operatsiya qilgan jiqdi xolada edi. Xonim bizga mayda pulni tayyorlik qilib maya keldik. Jiq kasallar bemorlar bu yerga kelamaydi. Hatto o'zining shu nemisdanmi bir shangdimi teshib chiqolmaydi. Siz bir borgan bo'lsangiz, ko'ribmi kelgan bo'lsangiz deb. Keyin shu gap bilan 97-yili men Qashqarga bordik. Bir maşınğa şu saymanlarını hemen esini kaçılap berip keselinin cıqlığıda ben hayran kaldım. Bizning Nipit doktorxonamiz cıq keseller keladi. Ama uyaga berip bu keselinin cıqlığıda o bir hediye, o herkes bu bemorlarning ödüsünü çıkamaydı. Bununla nurgun hediye bulmasa bulmaydı. Çoğum işkitillik. Muşna doktorlar bulmasa bulmaydı. Texniklik doktorlar pek mühim deb özüm şu vaqtlarda jiq tirishchanlikni qilib baxtim. Ishki tillik muşna doktorxonasi qurib, bemorlarga muşna texniklik doktorlarni tarbiyalaydigan. Özüm nemishki ma texnikada munda bo'lib o'sib chiqdim desangiz, mening o'qish bağa yerlerim shuna isil doktorniki o'zining texnikasini egallab, texnikasini yuqori ko'taradigan bir sharoit bo'lmasa herkes onun da kötürülüp mağamaydı. Şu aşkı mağa ideyarimge bir narsa kirgen. Keyin anki özüm çıkıp bir qıpaqay, özümniki bir köz doktoruniki boluş külümünü çü, aşını özüm birinin qıpaqay dep. O vaqtda yaş. Rast gapni deganda özümge işenç çoğun. Közümge bir karxanlık kursu qanda bolduğunu rast gapni desem fakat uqmagan. Ama özümge işençi bek çoğun. Şunun bilan doktorxona, köz doktorxona qurish o vaqtida biz hammamiz maaş aldigan doktorlar endi yanchig'imizda pul yo'q. Uni mablag' selish uchun chuqur pul bo'lmasa, o köz doktorxonasini qurg'ini bo'lmaydi. Uningki men shu köz bilimniki saymanlarini chiqaradigan zavodlar bilan birlashib shularga deb uningki ular 5 millionlik shu köz kasalini davolaydigan saymanlarni Әкеліп қыппәді. Оны 3 yılның ішінде мен қазыны қайтырма. Қоқмаған кепті şu vaqtda. Qo'rqmay o'zimga ishonch cho'ng bo'lgan ekan. Bemorlarni yamanchiq. Bu 3 yildan keyin qaytib ketadi deb o'ylagan. Ammo shu vaqtida shuni o'ylagan, ammo bir doktorxon u sayman bilan hech tugmaydi. Nurg'un qo'shimcha yana boshqa saymanlar bo'ldi. Odam kirdi. Adamlarning maoshini ta'minlaydigan gap, bolalarni o'qitadigan gap. Ashninga plan qilamanda, hatto shu vaqtida shunday cho'ng qaz bilanma o'zim yana bir o'qib keldim.
Özüm şu doktorxana başquruş nemede bir yıl. Şuna qimmat her ayda bir berib 3 gün ders ötüp yani kelip aşna qıldığanğa bir yıl oqudum. Onu oqub ankin ma doktorxanaga chiqmanda qanday güvenlik qıldığan başqa tarafdan ankin özümning bilimini aşırıp amma doktorxan başqa taraf ketmisin deb. Qiyib ketmisin. Çuqum to'g'ri yo'lni mengib, to'g'ri yo'lni qilaylik deb dastlab o'zim shuna yuqori bir nemini qo'ygan, talabni qo'ygan. Anki o'zimma kech kunduzi jabot tatib, kunduzi tushdan avval kasal ko'rimiz tushdan keyin operatsiya qilma, shu vaqtida nurg'un doktorlarni tarbiyalab, bir chetdan tarbiyalab kelib, bizning dastlabda 15 odam, keyin asta-asta mana bizning Mayadagi doktorxonada, Ürümchidagi doktorxonada hozir 70 necha odam bo'ldi. Ham bu doktorlarma hozir texnikasi meningda eshib ketdi. Nurg'un hadiyalar bo'ldi. Buning ichida doktor bor, sestralar bor, texnikalik xodimlar bor. Mushlarni hammasini qo'shganda mening shu vaqtdagi nishon qurg'unim hammasi amalga oshdi. Bu doktorxona bir shunday cho'ng bir sahne bo'ldi-da buningga. Bu sahne qanday bo'ldi desangiz, bizning doktorlarga ash sharoitni qurib bersangiz, bu hozirgi jamiyatdan zamoni bu texnikasi yuqorilab mansi shuning tam ma'nolaydigan doktorlar bo'ldi. Endi ularning texnikasi mening ma'u nimamdan uchib, ular teqimi yuqoriga keldi. Yana birsi, bemorlarga shunday qulaylik. Ular tarjimon izlamaylar. Başqa doktorxonalarga bas tarjimon izlab, tarjimon pul xashlaydi. Bizning maya kelsa, o'zining tilini, doktorning tilini o'qidi, doktor mu bemorning tilini o'qidi, ikkisi bir-birisining tilini o'qidi. Shuna ishonchim ishadi bo'ldi. Gapni tushungandan keyin davolashma o'ng'ay bo'ldi. Anki bu yerda xashlaydigan haqqimiz shu davolashning pulini xashlaydi, boshqa ortiq pul xashlamaydi. Endi mushu kunlarga kelganda agar siz qiyinchilikni o'ylasangiz, chuqum o jiq qiyinchiliklarda hozirla yetib qolsiz, o'ylasangiz, pul bo'lmaganki hech nima qilgan, bugun topgan pulni shuni necha o'ylab, planlik qilamiz. Mani qanini ishlatamiz, ani qanini ishlatamiz. Birinchisi bizning xodimlarning maoshini o'ylaymiz. Saymon olamiz. Ba'zi korxonalarniki labanlari shunday isil mashinalarda o'tirdi. Ama bizning bir saymon ash bir mashinaning puli bo'ldi. Bizning ashna saymonlar degan nurg'un. Shunga men endi u haq bilan haq munchilik bo'lib ketdi deb men uningga hargiz o'zimni uning bilan selishtirmayman. Men jamiyatga qilgan ishimni, men xalqqa qilgan ish. Bir odam qanchalik yeydi, qanchalik xashlaydi, kiyimni kiysangiz qanchalik xashlaysiz. Ammo siz qilgan ishniki şunun cemiyetke qanchalik foydasi bor. Cemiyetke qanchalik ashning roli ishildi. Shuni o'ylab, o'zim abay dedik, hadiya degan, mushu ko'z doktorxonasini hadiya deb qo'yganimiz yaxshi, bek yaxshi ekan. Nemishga deganda biz xalqqa mushu ko'zning nurini, ko'zga yorug'lik beradigan, ko'zning nurini tangshaydigan mushuna bek ulug' ish ekan bu. Şunga mushu hadiya ismima mushu doktorxonga shunday loyiq ham singishli. Ashna bo'lgan uchun jiq odam kelib, ba'zi bemorlar ko'zini ko'rsatgani kelmaydi. Jiroqdan kelib, doktorxonaga bir kelib, cho'glab chiqib ketadi, faxrlanib ketadi. Yana ba'zilar kelib, alayda ash xonimni bir ko'rib olsak deb meni bir ko'rib ketadi. Shular hammasi menga shunday cho'ng bir ishonchi, menga bergan shunday cho'ng bir hurmat. Men ashni his qilmayman, burun tatgan jafolar o jafo emas ekan. Bir odamning yaxshi degan gapiga erishgan odam degan nihoyat baxtli bo'ldi. Uning ustiga mening doktorlarim hozir. Doktorlar hammasi texnikasi meningdan yuqori bo'lib ketdi. Mush mening orzuyim, mening dastlab mush doktorxonani qurgan mening maqsadim mushu. Endi bu korxonani qurishdimi yana bizning oldimizda qiyinchiliklar bor. Bu kichik korxonalar agar o'zingiz tuzamay, cho'ng bir pintaga chiqamsangiz,
balkim siz yo'qolib ketasiz. Bu bizning oldimizdagi bor masalada. Buni qanday tuzaymiz? Buni qanday plan bilan buni qanday nima qilamiz? Bu bizniki bir ko'rjan deymizda bizga uchun. Qanday qilib ma pintani texnik cho'ng bo'lib, butun Xinjiangdagi xalqqa mushunaq yuqori texnikani sundigan, yuqori texnikani hadiya qilgan mushunaq o'rinni qilishga mening yana bir cho'ng bir plan bor. Shuningga yana tirishmasam bo'lmaydi. Chechim oxir ketdi, yishim bunda 63 kirdi desam, men uyga berib o'tasam bo'ldi. Ammo chuqur men texi buni mening planim ichida bir texi o'zimniki orzuyi texi. Qanday orzuyi desa, xalq bu yerga kelib, masalan, sizlar bir yerga berib tamoq yeysizmi? Manzara yaxshi, tamog'im shunday yaxshi bo'lsa, jiq odam ko'ngli shunday xushal bo'lib, ro'yim ko'tarilib, bu yer ajab yaxshi ekan deb o'zirilib, asha tamoq yeydigan yoki bir yerga manzarlarni ko'rib qil. Mening maqsadim kelsa ma hadiya ko'z do'qgan kelsalar, mening kesilim yerimi o'zini saqaydi deydigan bunday sharoit bo'lsa, birsi o'zirilib mayda, mening ko'zim shuningda umid bo'lgan bo'ldi. Deb o'ziga bir ishonch bo'lib, anki muhitni chiroyli qildigan, ammo buning jiq mag'lam ketadi. Men qanday qilib mushu doktorxona texnik yaxshi qilganga yana tirishma. Programmamiz bilan Xinjiang Imron xalqaro savdo-ichki shirkati alohida hamkorlashgan. Bir ne'mat bar karomat, lazzati bar alomat, pokizligi quvvati bizga rohat, farog'at. O nima? U nima do? Misran qaysi? To'g'ri topdingiz. Wow! Nimanda qattiq bu? Misran yurishli qizlari ishonchli go'sh, esil xurishlar, yuqori saviya va a'lo sifatda mujassamlanib, aqida va samimiyat qo'shib tayyorlangan esil yemaklik. Misran qizlari. Bala quvvat qiladigan yana misran qizlari. Qutyardan yangi bir qadam shonliq natija Aqsu Qutyar zavodi dag'dug'liq ishga kirishtirildi. Yangi Qutyar zavodi ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali turli tam, har xil shakldagi Qutyar soda suvlarini xalqimizga sunib, xalqimizning umidini oqladi. 12 yillik arzu, 12 yillik Qutyar. Sifatga ilgirkilikli qo'yilgan yuqori talab texnik keng, ozod ishlab chiqarish muhiti Qutyar zavodining yangi afzalligidir. Qutyar xalqimiz uchun hamon bejondil xizmat qiladi. Esil tam, esil ichimlik Qutyar. Tağның zinneti Kur'an taş, tenning zinneti körgen çaş. Güzellik tabiilikki bağlıq, körkem çaş tervişki bağlıq. Sizдің çeçinizgin mas keladi. Ben çaşlarımla asırayım. Çaşlarımga Şahla çaş doktoru Emrah. Şahla çaş doktoru yürüşlük çaş asıraş buyumları. Yıkıp yürügen dünyasını toyga dep, tüküter mihman keldi öyge dep. Desem eğer düşenmezden bu kındık, bilip koygun Uygur degen muşundaq. Uygurlanım kuley altın kömlü gül. Nimet kahvesi tan içkençe teximi güzel. Nimet kahvesi. Hadiya apayninki notuğu menimce intayin samimilikka, intayin aqko'ngillik to'lgan bir notuq. Hadiya apayninki butkul hayoti bir beg'ishlash hayoti. Hadiya apayga bir rahmat aytib bersa qanday deysizlar? Hadiya apay baya nurg'un o'zining ko'z qarashlarini bayon qildi. Endi tuanda o'tirgan saboqdoshlarningki Hadiya apaydan so'raydigan savollari. Biraylar bunda so'rabdi. Ya'ni bu hayotimizda biz bir ishni bir planni qilgan chog'da atrofimizdagi kishilarning nurg'unlagan, o'xshamagan fikrlariga, ko'z qarashlariga, zarbalariga uchraymiz. Undaq bo'lsa biz zodi mushu xil zarbalarga qat'iy pisand qilmay, o'zimizning ishni qilaversak bo'lamdi deb so'rabdi. Buningga mushlarning sizga bergan fikri to'g'ri tarafdimi? Yoki sizniki o'zingizniki mushu qurgan nishon mushu plan o'zi to'g'rimi, to'g'ri emasmi?
Bunun mu qaraydigan gap? Agar sizningki bu qiyib ketadigan, jiq adam mush kasbni sizni qildigan ishingizning tajribasi bor adam sizga to'xtabdi, mani bunda qilma desa, uningda o'zingizni tanishsangiz bo'ldi. Agar siz o'zingiz mush kasbni o'zingiz bilib, hamma tarafdan to'liq, o'zingizga ishonch bo'lsa, xalqning gapiga bek kirkatsangiz bo'lmaydi. Chuqum o'zingizniki plan bo'yicha ma'mursangiz, bu hech qanday ishni amalga oshiramaysiz. Mush qilgan ishingizniki oldi nem bo'ldi yoki mush texnik tarafdan o'zingiz qanchalik tushunsiz. Agar bularda ham sizda bo'lmasa, chuqum xalqning gapini anglab baqsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum Madiya apay, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Altın dininiz aman bolsun. Bu qatim sizning nutqingizda men to'liq xush bo'ldim. Men Şinjan Yeni Sanat Kasbi Texnik İnstitutining o'quvchisi Guliston Turdibuliman. Mening eng chong orzuyim mushu milliy korxonalarga kirib ishlash bo'lsa, kelgusi dangliq bir sizga o'xshash boshqalarga o'zlarini hadiya qila oladigan ayol korxonchi bo'lish, xalqim uchun bir to'p qo'shish. Rahmat. Manga o'xshash oliy maktabga kirgan, kirish oldida turgan savoddoshlarimiz o'zining oliy maktab hayotini qanday planlasa, vaqtni futurib o'tmaydi. Mush hayotini ahamiyatlik o'tkaza oladi, mush oliy maktab hayotidan natija yarata oladi. Mundaqcha ilib aytganda, guldek, oltindek mush oliy maktab hayotini haqiqiy bir ma'noga ega qila oladi. Mush haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Siz agar shu planni endi bak cho'ng qilmay, o'zingizning kuchi yetadigan, hozir jamiyatda, hozir hukumatning sizlarning yo'laydigan shunday jiq siyosatlar bor. Shuning bilan o'zingizniki bir kichikdan boshlab o'zingiz sinab baqsiz. Shuningga bulamdi bo'lmay. Endi o'zingiz shu kasbni o'rgangandan keyin shu kasbdan gul chiqarsangiz, men sizga chuqum ishonmaysiz, chuqum shunday chiroyli bir nima korxon desak, o korxonning cho'ngi bor, kichigi bor, o'zingiz kuchliq. Endi shuningda ki o'zingiz kuchingiz yetgan keyin cho'ngroq qilay desangiz yana bo'ldi. Ammo bek cho'ng bir xalqlar, masalan bizniki hozir men kelgan yo'l bu bek cho'ng, bek ig'ir bir harvo deymiz. Endi bu yo'lda siz endi biraqla o'zingizniki jamiyatga chiqmagan vaqtida bek cho'ng planni qilsangiz, sizni besib oldi. Siz o vaqtida sizning qancha yaxshi, go'zal o'ylagan xiyollaringiz hamsi nolga kirkitgan ishlar bo'ldi. Anki ba'zilar tashlab, mani qilmay, ani qilib qildi. Chuqum o'zingizning texnikasini, o'zingizning kasbini o'zingizmi yaxshi ko'rgansiz. Bir o'zingizga bir nishonni qilib, bir planni tuzab, qanday qilaman, qanday kuchim yetadi, kuchingiz yetgandan haqqa oldida bakchi qazlar bilan, nim qilmay, ozroq qaz bilan oz ishni birini ishga qila olsangiz, o'zingizga bir ishonch bo'ldi. Anki ishga 4 bo'ldi. Anki ashna qilib qilsangiz, mening fikrim, mening ko'rish nimamda sizda mushna bir ro'y bor, siz chuqur bir ish qilib keta olasiz. Assalomu alaykum, ma'lum qanday ahvolingiz? Alaykum assalom. Mening ismim Iskandar, o'zim Intel maktabida ishlayman. 16 yil siz 180 odam inteklab, 180 oilani turmushini qamdab hisobda. Mush kollektivni 16 yillik musobaqani besib o'tibsiz. Bu haqiqatan bir mayli yoshlar bo'lsin, har qanday bir odam qoyil bo'lishdek natija. Shunlashqa mening savolim, sizningcha bir kollektivni, bir cho'ng kollektivni bir bayroqning ostiga olib kelib, mushni uzun mazgillik yetaklash uchun zade mushlarni uyushtirish uchun qanday bir ruh ketadi yoki qanday bir usullar bor. Shunga mush shayni qanday yetildirimiz, mushning bir tajribangizni deb bergan bo'lsangiz. Nayt yaxshi so'zildingiz. Bir yerda odam o'ng'aychi o'zining o'rnini yangishlaydi. Endi shu ping taybami? Menga mush ping tayda men yana birdan ikkiga tajiga chiqalamdi, ya'ni sakralamdim deb o'ylaydi. Siz agar ash xodimlarga ikkinchi sakraydigan yo'lni qurib bermasangiz, sharoitni qurib bermasangiz, ular anki boshqa o'ziniki nemishga hozir mana bir narsanday mushu hukumatning cho'ng doktorxonalarda hamsi 3-daraja doktorxonalar. Hukumatning butun mag'lubni shularga silib degan sharoitdan shunda cho'ng qilib berdi, bemorlar shu yerga bordi. Doktorlarni oldida shu yerni xillaydi. Nemishga degan ayning sharoiti
bemorlar jiq, sharoiti yaxshi, men ashada usalayman deb bordi. Bunda ping taqildi. Bizning ma doktorxon 10 necha yil bu yo'qmay, asli men kichik qilsam, o'zim kuchli qilib, men qilamagan ekanni yepib qo'yib ketsam bo'laverdi. O vaqtida men pulga ko'milib qolma. Ammo men korxonni qurgandan keyin butun pulni shu korxon bilan mangdigan gap ideyaringlarda cho'qim birsi plan, ankin ashuningga siz o'zingiz shuni chidamliq bo'la olamsiz. O chidam nada desangiz aşıq sizlarning xodimlarga bir pingtani qurib bera olamsiz. Aş yana sakralaydigan shu bo'lsa bo'ldi. Hadiye apay degендек, eng muhimi ularga o'zining qimmatini his qildiradigan o'rinni berish. Bu intayin muhim. Xo'sh. Adiya muallim yaxshimisiz? Bizga bugun nihoyatda bir yaxshi bir dars o'tib berdingiz. Men o'ylayman, sizda mush hozirgacha plan tuzishda oldi bilan eng zo'r ishonch bor ekan. Ishonch tuyg'usidan iborat bu. Balki anondagi mush hayotingizdagi har bir ahamiyatli kuningizni, har bir vaqtingizni butun xalqingizga bag'ishlash, atrofingizdagi mush yo'ruqlikqa muhtoj bo'lgan bemorlarga bag'ishlash uchun o'tkazibsiz. Ama bunda birleştirsem, hozir jamiyatimizdagi nurg'un yoshlar plan tuzgan vaqtida nihoyat bunda buyuk planlar to'plasin, ular aytaman nima yesamka, bugun nima kiyim kiysamka degan planni so'qib turib, anoniki o'zi uchun bag'ishlaydi. Hatto atrofidagi do'stlarim emas, ota-onalarga bag'ishlash deganning nimaligini uqmaydiganlar bo'lib ketdi az bir qismlarda. Ham shunday vaqtlaringizda siz nurg'un jafolarni chekibsiz, nihoyat zo'r planni birini ko'nglingizga pukib, o'zingiz nihoyat ishonchli holda mana bugungi kunga yetib kelibsiz. Menimcha, meni so'raydiganim, mush 16 yilning oldida bo'lgan bo'lsangiz, masalan, nurg'ulg'an odamda deganning har xil xiyollar bo'ldi, har xil g'oyalar bo'ldi. Shu vaqtning o'zida siz mushu boshqacha bir planni so'qib, balkim yo o'zingizni beg'ishlashnimi yoki beg'ishlamaslikni o'zingizning bir oddiy bir turmushni qamdashnimi o'ylashib baqqanmi? Agar shunday vaqt bo'lgan bo'lsa, siz qanday bir plan so'qmoqchi bo'ldingiz? Shunda yaxshi bir savolni qildingiz. Buningda men boshqa xiyolni qilish mumkin emas. Nemishka mening texnikam, meniki mushu uygangan narsalarım hamisi mushu yo'lga, men mushu yo'lni mangmasam isrof bo'lib ketaman jamiyatga. Men shu vaqtida mushu doktorxonani qurishdimi 80-yildan tortib men ko'z doktor bo'lgan. 90-yili, 2000-yili, mani 20 yil bo'ldi. Hem 20 yılның içinde eğer ben başka kesipni qilsam, özüm israf olmay, cemiyetkim bir israf oldu. Bu nayet ko'ngilsizlik bir iş oldu. Şu an ben çoğum aldığım yana, ben qiyin bo'lsa, qiyin, ben abay dedim, qiyin bulup bir yer to'xtab, ben mağamaganda enkin başka plan qilsam bo'ldi. Abay ben dedim, ben özüm yaxshi ko'rdigan yemek içmeklerini, tatlı bir nimlarni pişirdigan. Şu an mayada nem degan desangiz, endi siz o'zingiz qilgan planni bir yer kelib, agar uni siz o'zingiz yo'q qilsangiz, boshqa xiyollar bilan bo'lib ketsangiz, isrof bo'lsiz. Ya'ni o'zingizga bir mas'uliyatsiz bir ish bo'lib qoldi. Agar abay men degandek bir yerga taqishib zodi sizga yo'l yo'q. Am bo'lmaganikin yana boshqa ishni qilsangiz ham yana bo'ldi. Ba'zilar ashiyaga taqishib qiliblar, anki o'shidan ketib, voy bo'ldi, ba'zilar o'zini o'ltirib olgan yoki dar işçilik yoki shu nervisidan ketib qolgan chiqishlar bo'lib qoldi. Agar ashiyaga taqishib qolganda, yoki yana boshqa yo'l mangsangiz, masalan, men endi ash kasbni mangamsa, men ani planlab qo'ydim o'zimga. Masalan, men yo'l manga bo'lmasa, bo'lsa men kuchim bo'yicha men mangma, bo'lamaganda men bunda qilman deb o'zimga bunda bir oqidagi bir yo'lni ochib qo'ygan. Ammo chuqum ashni amalga oshsangiz, o'zingizga yaxshi. Mana hozir shunday yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Men Hamida Abdumat. Hadiya apay, o'zingiz bilgandek, men sizning qo'lingizda o'sib yetilgan bir o'quvchi. Sizningki bugungi leksiyangizni anglaganda men yana bir qitim cho'nqur ta'sirlandim, yana bir qitim uyg'ongandek bo'ldim. Endi bu jarayonda mening his qilganim, meniki kasb yo'lida taraqqiy qilish jarayonidagi o'tgan hayotim bir qizg'in hayotni, qizg'in bir hissiyot bilan ulug' g'oyalarni qalbiga pukish. Bu jarayondagi uchirgan nurg'un o'ngishsizliklar, bu jarayondagi nurg'un tingirqashlar, tamtirashlar. Mushu tamtirashlardan keyingi nurg'un izlanishlar. Bu izlanishlardan bayqagandan keyingi nurg'un cho'chishlar. Mushu cho'chishdan keyin
qattiq o'ylanish o'zim to'g'riliq, o'tmishim to'g'riliq, bugungi kunim, kelgusim to'g'riliq o'ylanish. O'ylangandan keyin tinchlanish, tinchlangandan keyin qaytadan bir plan tuzish bo'ldi deb qarayman. Men 30 yoshni oshdim. Mush vaqtda men hayotimga, kasbimga nisbatan bir plan tuzgan vaqtimda kechikkan hisoblanamdim. Shu savolimga bir javob bersangiz rahmat. Bu programmani o'zining alohida mahsuloti Imron Sap Shotut sharbetini bozorga solgan korxona Xinjiang Imron xalqaro savdo-ichkilik shirkati alohida talab qilgan. İtaliya kalı güç kaklamasının bir 80% pişirilgan bolsa. Bo'ladi efendim. Gretsiya köksey salatıdan birini limonu berçik siliver. İçimlik iço. Ko'nglim shu topda huzuriy yurakka boradigan İmron Shotut sharifini tatib. Sizlarning bu yerda bormidi? Albatta. Taomlar tizimlikka, ichimlik yurak yizilgan bo'ladi. İmron Shotut sharifiti naq yurakka boradi. İşenç huzur, esil süpet huzur. Mana bu ixlosni o'ziga mizon qilgan Jabron yemak ichmak zavodi mamlakat bo'yicha eng ilg'or ishlab chiqarish uskunalari hisoblangan. Korxona Maarif birlashgan endizida Yeshil makon Qutubi nahiyasidan o'rin olib elga yuzlandi. Navbatda zavod go'sht turidagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni asos qilgan bo'lib, mahsulotlari 15 xilga, kunlik ishlab chiqarish iqtidori 5 tonnaga yetadi. Mahsulotlar bozorga selinishi bilan esilni tanlashni biladigan xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishdi. Davronni anglagandan bir tetigan a'lo, hech ishkilanmay xotirjam yala. Jabron yemak ichmak cheklik shirkati. Şinjan Kündiyar Biopentexnik Çeklik şirketi su tarkibidagi har xil ziyonli moddalarni suzib chiqarib etish bilan birga su tarkibidagi foydali elementlarni saqlab qolish iqtidoriga ega bo'lgan. Odam badaniga zarur bo'lgan biot, krom qatorliq mikro elementlarni qo'shish va suvni magnitlashtirish texnikalari qo'llanilib ishlab chiqarilgan sufti tabiiy buloq suviga eng yaqin bo'lgan suv ishlab chiqarish iqtidoriga ega Zaytun buloq markali tabiiy suv tozalash uskunasini ishlab chiqardi. Zaytun buloq suv tozalash uskunasi sog'lomligingiz uchun oqilona tanlashdir. Aloqalash telefon nomeri 0991 855 0333. Dastlabda Hamida bizning doktorxonaga kelganda naytliqi o'ziga ishonchi yuqur ashna bir hamma tarafdan sezgir shuna doktorda men shuna yaxshi ko'rib qoldim. Bu doktor kelsa bek yaxshi deb o'yladim. Endi kechikmaysiz. Siz nimishga o'zingiz javobini chiqaribsiz. Shuncha yo'llarni menga keyin anki shuni xulosasini o'zingiz hozir chiqardingiz. Bir adamning bir hayoti bek qisqa bo'ldi. Mana men shu vaqtda shu o'zim ishonch bo'lib, bu qilib o'qib, mana hozir birdamni 63 yosh kirdim. Hozir o'ylab baqsam bu tunigim bo'lgan ish bugun bo'ldi. Shuning bir adam bir o'zining hayotida bir planni yaxshi tuzab, shu planning meg'zini chiqib bir qilsa rasmiy bek isrof bo'lib ketadi. Jamiyatga isrof bo'lib, eng oldida o'zingizga, oilaga bek isrof bo'lib ketadi. Endi sizmi 10 necha yil mushu ko'z doktorxona bizning doktorxonada shunday yaxshi uyg'unib, siz o'zingizni aqlini nima qilib olgan ekan, bundan keyingi qildigan ishingizni o'zingiz bekitsiz. Sizmi o'zingiz uchun xizmat qilsiz, jamiyatga o'zingizni yaratasiz, oilangizni yaratasiz, o'zingizmi ishonchi bo'ldi. Menimcha siz hozir to'liq bo'ldingiz. Kechikmadingiz. Assalomu alaykum Adiya apa. Mening ismim Amir Yusuf bo'ldi. Men o'zim Urumchi kasb universitetida o'qiyman. Endi men sizniki bu nutqlaringizni anglab, his qilganim birinchilab siz nihoyat bir parashtidek bir isil apa ekansiz. Necha yil yaxshi shuncha xalqim deb o'zingizning ajri, mehri shu xalqqa hadiya qilgan bilan birga men sizdan eng his qilganim siz nihoyat bir jasoratli ayol ekansiz. Rahmat. Ben sizdeki nutqunuz anlap sizni ko'rib nima qilib shu tariximizga shu ayol qahramonligi hozirgi zamondagi simasini sizdan ko'rganday bo'ldi. Men chiqib nima qilib planimni birinchilikda tatib tuzgan masalan. Planim ama maktabni bitirib aspirantlik imtihon berish. Ham atiyallikka soat 5 da qo'paman. Qisqa plan desam 5 da qo'paman, 5 dan 6 gacha tekshirilmayman. 6 dan 7 gacha o'qiman. 7 dan tushdan burungi darsda o'zimning kasbning darsini o'qiyman. Tushdan keyingi o'zimning til, ingliz tili va qansulman nimani kuchab nima qilaman. Endi men mushu bo'yicha men endi orzuyim aspirantlik imtihon berish. Agar aspirantlik imtihon berib navoda agar men o'tamay qolib qolsam, shu chaqda meniki shu chaqda tuzgan planlarim mag'lub bo'lgan bo'lamdi. Endi men shu chaqda psixikamni qanday tengshayman? Endi men o'rnimdan dast turib qayta planimni tuzishga, shu chaqdagi mag'lubiyatga qanday yuzlanaman deb so'rashdim. Nayt yaxshi dediniz, yoshlarniki mushuna o'ziga bir planni qurib,
oxirisi qanday bo'lganini ba'zilar ansiraydi, amalga oshmay qolsa deb. Shuning sizniki oqida agar mush o'zingiz degan kasbda agar uningda o'tamisingiz, sizniki yana oqida sizga tayyor bo'lib turgan kasblarmi yana jiqkan. Shuning sizga o'zingiz bir plan, o'zingiz yana nima narsaga yaraysiz. O'zingizni yaxshi ko'radigan yana nimangiz bor. Shuni ikkinchi o'ringa yana qo'yib qo'ying. Bir ma'ning bo'lamsa, ma'ning bo'lamdim aningga, ammo shu tayyorlikni aningga, butun kuchingizni shu o'zingizniki shu nishonga, oyoqdan agar faqat sizga fursat bo'lsa, fursatlarni o'zingiz tanishib olsangiz bo'laverdi. Uningda bek o'zingizni nima qo'y, ma qilamidim, qanday bo'lar deb o'zingiz bek nima qo'ysangiz, qiynalib qolasiz. Assalomu alaykum ko'pchilik hammalarning mashvaqt xayli olsun. Adiya ko'z kasalliklar doktorxonasining operatsiya bo'limining bir a'zosi Romanay bo'lman. Men bu doktorxona kelmasdan burun endi nurg'un planlarni tuzgan bilan biz ayol kishi bo'lgandan bir uy beshimiz kirgandan uyning bismlari ishib ketganlik tufayli sirtda shunda yaxshi planlarni tuzib kirmiz. Uyga shunda kirgandan heliqi bola deymiz, uyning ishi deymiz. Shuning bilan bir kunlik tuzgan planlarimiz o'zligini o'zgarib ketdi endi. Yetolmaymiz shu nishonga. Jumladan shaxsan men o'zim shundoq. Adiyada sizning ikki qizingiz bor. Balkim shu mezgillarda sizmi shu xizmat mashindaq igilik tiklash mashinasi doktorlar ish jaran balkim bolalaringiz shundoq kichikdi. Shu mezgillarda balkim sizmi uyga kirganda bolalarning, uydagilarning, cho'nglarning balkim har xil sabab nimalar bo'lishi mumkin. Shu chog'larda sizmi shu qiyinchiliklaringizni qandoq yengandingiz, qandoq vaqtida hal qilib, yana davomli oldingiz qarta ilgirlab mang'aligan bugun kun kelgan deb o'ylayman de. Hozirgi qizlarga nisbatan ayol kishi nisbatan mushtolar bir qadar hamda nima deyman de uy tutgan hamda uy qizlarga nisbatan. Rahmat. Shundaq bir o'zim odatda jiq so'zilmaydigan bir savolni so'radingiz. Mening asli buni degimmi yo'qdi. Hamda har bir uyda o'zniki nimasi bor. Ammo mana degantingiz men uyda abay dedim bir hamma narsa plan bo'yicha mangdi. Soat nechida nima qildi? Bolalarni, masalan men bir yerga berib u bo'lsin bolalarniki shu necha kun men yo'q bo'lsam shu necha kunning planini qilib, palonchi kuni bunda bo'ldi. Yana birisi mening ota-onamni orqamdan bek yo'lab mening jiq ig'irligimni ularni ko'tadi. Ammo men uyda men shuna deyman, bir qozon beshida bizmi qozon beshi menmi tomoq yetishni amroq. Shu qozon beshini qanday tezda yarim soatning ichida, 1 soatning ichida bu tomoqni tayyor qilib, hamma o'tirib o'zirlik qilib yesa uydagi bolalar. Shuning men shuna faxrlanman. O'zim shunday hodiqmi shuningda yetdi. Ne qanday desam, mush ayol kishiniki qozon beshida tutgan roli. Ba'zilar 2 soatdimi bir qozon qaynamaydi. Uni tutib yiqib, man tutib yiqib. Chaqa adam degan o'ziniki qozon beshi chiq oldida qaysini. Masalan, mani qilgan vaqtingizda yana bir ishingizni tang qilish, qaysi 3 ishni tang qilish. Qozonni qaynatib turib, oyoq nemini qilsiz, oyoq nem qilsiz. Mushna hammasi plan bilan manganki bolalarmi shu singib ketadi ekan, bolalarmi o'zining ishini o'zi qilib, mani o'zing qilsa, mani qilsa deb. Balalarım siz endi aşina bo'lsangiz, planliq ish qilsangiz balalarım bir yaxshi tarbiya bo'ldi ekan. Men shuna o'ylayman. Assalomu alaykum Adiya xonim, yaxshimisiz? Men bu yil 6-oy maktabni bitirdim. O'qigan kasbim xalq til tarjimonlik bo'ldi-da. 6-oyning oxiriga kelganda diplom olmasdan avval xizmat deb bo'ldim. Bu menimning o'zimning o'ylagan plan bo'yicha bo'ldi. Endi lekin jamiyatga tunji qadam qo'yganda ba'zan ishlarim plan bo'yicha bo'lmadi. Xuddi ko'llarning gibi bo'yicha, maqol tamsil bo'yicha uydagi plan bozorga yarmabdi degan gap bor. Shu bo'yicha ishlab qoldi. Endi mening sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, biz shunday plan tuzgan vaqtda nimalarga diqqat qilishimiz kerak, nimalarni o'ylashimiz kerak? Shu haqida bir so'z aytgan bo'lsangiz. Buningga abay degan gaplarni ham sizig'inchaq bir. Yana shu o'zingizniki tushliq, o'zingizning uygangan kasbi qayerda loyiq, qayer sizning bozoringiz bor. Oldida o'zingiz shu bozor bo'lgan yerda o'zingizni ashunga plan tuzsangiz bo'ldi. Bo'lmasa yana birsi bozor bo'lmaydigan, ammo
muhim, kerak kasb bo'lsa, u bek muhim. Siz aytishadini ham hozir ikki tillik bo'lganki, bu bek jamiyatga muhim bir kasb bu. Shunga buning qimmatimi yuqori. Buning o'zingiz yaxshi plan qilsangiz, cho'qim sizniki nemangiz yaxshi bo'ldi. Meningcha, endi bek ilqi cho'ng yerlarni tutib olmay, siz o'zingizni yana buningdan boshqa yana qo'shimcha ish qilsangiz bo'ldi. Bir tarjimon o'zi agar siz maxsus tarjima qilgan yerda bo'lsa, bu siz bir kun kechib beshingizni ko'taramaysiz, u ishdan chiqdi. Ammo unday yer bo'lmasa, siz ham qo'shimcha ish bilan bir qilib, anda bo'lganki o'zingizga yaxshi bo'ldi. Qadrli tomoshabinlar, biz bugungi ular shundaq deydi programmamizda bizniki jamiyat tonilgan dağınlıq tibbi mutaxassisimiz, ya'ni Hadiya ko'z kasalliklar doktorxonasining qurg'uvchisi va mas'uliy Hadiya xonim bilan fikr almashtirdik. Uni o'xshamagan nuqtalardan kuzatdik. Demak, bugungi barliq suhbat mazmunlarimizni shu narsa aniq bo'ldiki, Hadiya xonimniki butkul hayoti planlash va beg'ishlash bilan o'tgan. Meningcha planlash va beg'ishlash bir odamning qalbidan chiqadigan, uning vujudida azaldan mavjud bo'lib turadigan bir ruh. Agar biz o'zimizdagi mushu xil ruhni bayqab, andin amaliy plan bilan jamiyatga beg'ishlash ilib borgan chog'da, andin bizmi o'zimizniki o'zgacha qimmatimizni yarata olishimiz mumkin. Biz Hadiya opayniki barliq tajribalarining, ko'z qarashlarining bizning jamiyatimizga yangicha ilhom va madad berishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, sizlar soni ko'rishaylik.